Biz navbatdagi obyektimizni yakunlab berdik. Bu yerga mana 15 talik ko'mirda ishlaydigan bakli kotyolimizni o'rnatib berdik. Bu kotyollarimiz ham o'sha sinovdan o'tgan, 100% o'zini-o'zi boshqara oladigan kotyolimiz. Mana hozir ishimiz yaqinda yakunlangan. Yoqqanimizda mana 0 dan hozir уже 56 gradusga olib chiqdi. Xo'sh, bu obyektimiz mana 140 kvadrat atrofidagi obyektimiz. Xonadon. Bu yerda jami 8 ta xonaga 9 ta radiator o'rnatib berganmiz. Birinchi xonamizga o'rnatilgan radiatorlarni ko'rsatadigan bo'lsak, mana hammasi polga tagidan kelgan. Montajlarini iloji boricha chiroyli qilishga harakat qilamiz. Hop, sifatli materiallar bilan qo'yib berganmiz. Issiqliklar kelgan, hammasi a'lo darajada o'tyapti, ispitaniyadan yaxshi o'tyapti. Qolgan xonalarimizda hammasiga bittadan radiator o'rnagan. Bu xonamizda mana sal kattaroqligi uchun ikkita o'rnatib berganmiz. Bu yerda ham mana polga tagidan qilib alohida o'yib, kavlab, chiroylab pastdan qilib berilgan. Xudo xolasa hammasi chiroyli o'tyapti. Xursandmisiz amaki? Zo'r. O'shanda jami bo'lib 8 ta xonaga 9 ta radiator o'rnatilgan bo'lyapti. Hozir holatlari juda a'lo darajada ishlayapti. Radiatorlarimizga issiqliklar yetib borgan. Mana mo'rilar bilan chiroyli qilib o'rnatib berganmiz. Jami bo'lib bu yerga ketgan rasxodlarni aytadigan bo'lsak, katyol, radiatorlar, o'sha materiallar, usta haqi hammasi bo'lib 30 million atrofida xarajat ketgan. Bu videoni uyiga atapina qilmoqchi bo'lgan yaqinlarga jo'natib qo'yishlaring ham bo'laveradi.